Aziz tomoshabinlar, bugun siz naqd pensiya tizimidagi so'nggi o'zgarishlar haqida to'liq va atroflicha ma'lumotga ega bo'lasiz. Endilikda pensionerlar o'z pullarini qanday qilib hech qanday muammosiz olishlari mumkinligini bilib olasiz. Hukumat yana bir shov-shuvli qaror qabul qildi. Bu millionlab keksa avlod vakillarining hayotini tubdan o'zgartirishi mumkin. Naqd pensiya masalasi butun mamlakat bo'ylab eng dolzarb muhokama mavzusiga aylangan bir paytda ko'plab savollar paydo bo'lmoqda. Nima uchun bu o'zgarishlar kerak edi? Bizning qariya ota-onalarimiz, bobo-buvilarimiz endi qanday qilib o'z og'ir mehnati bilan topgan pullarni qo'liga oladi? Navbatlar, qog'ozbozlik va noaniqliklar yana avj oladimi? Bir o'ylab ko'ring, azizlarim. Sizlar yillar davomida bu vatan uchun ter to'kdingiz. Paxta dalalarida quyosh ostida qovurilib, zavodlarda chang yutib, maktablarda ilm ulashib, shifoxonalarda insonlarga shifo berib, fidokorona mehnat qildingiz. Har biringizning mehnat daftaringizda yozilgan 20, 30, 40, hatto 50 yil stajingiz bor. Sizlar mamlakatimiz iqtisodiyotining poydevorini qurdingiz, farzandlaringizni, nabiralaringizni tarbiyaladingiz, ularga halol mehnatning qadrini o'rgatdingiz. Sizlar urush vaqtlari qiyinchiliklarni boshdan kechirgan, mustaqillik yillarining og'irligini ko'tarishgan, har bir qiyinchilikka matonat bilan qarshi turgan jasur avlod vakillarisiz. Bugun esa shu yillar davomidagi zahmatli mehnatingiz evaziga berilayotgan pensiyani olish uchun xavotirga tushish, uning taqdiri noma'lum bo'lishi, navbat kutish, qiyinchiliklarga duch kelish adolatdanmi? Bizning jamiyatimiz sizlarning tinimsiz mehnatingizni, qilgan xizmatlaringizni yanada ko'proq qadrlashi shart emasmi? Sizlarning fikringiz qanday? Qaysi sohada necha yil ishlaganingizni, qanday qiyinchiliklarni boshdan kechirganingizni biz bilan o'rtoqlashing. Sizning qaysi kasbda necha yil staj bilan nafaqaga chiqqaningizni bilish biz uchun juda muhim. Keling, o'z hayotiy tajribangiz bilan bo'lishing. Aynan hozirgi vaziyatda qanday his-tuyg'ularni boshdan kechirayotganingizni yozib qoldiring. Bu har bir so'zingiz biz uchun qadrli, chunki aynan sizning ovozingiz eng muhim ovozdir. Aziz do'stlar, pensiya qonunchiligidagi o'zgarishlar juda tezkorlik bilan sodir bo'ladi va har bir yangilik sizning hayotingizga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Shunday muhim ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik, o'z huquqlaringizdan doimo xabardor bo'lish va qonuniy himoyadan mahrum bo'lmaslik uchun kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bu sizning huquqlaringiz himoyasi yo'lidagi birinchi va eng muhim qadamdir. Biz har bir obunachimizga g'amxo'rlik qilamiz va eng dolzarb ma'lumotlarni birinchi bo'lib yetkazishga harakat qilamiz. Keling, avval vaziyat qanday bo'lganini esga olaylik. O'zbekistonda pensionerlar o'z pensiyalarini uzoq yillar davomida ikki xil usulda olishgan. Birinchidan, pochta bo'limlari orqali, ya'ni har oyning muayyan kunlarida belgilangan pochta bo'limiga borib, naqd pul shaklida. Ikkinchidan, ayrim hollarda pensiya puli uyga, ya'ni to'g'ridan-to'g'ri nafaqaxo'rning qo'liga yetkazib berilgan. Ba'zi joylarda esa, ayniqsa shaharlarda, plastik kartalar orqali ham pensiya olish imkoniyati mavjud edi. Ammo bu amaliyot keng tarqalmagan edi. Aksariyat pensionerlar naqd pulni afzal ko'rishardi. Bu tizimning o'ziga yarasha afzalliklari bor edi. Ko'pchilik keksa yoshdagilar uchun naqd pul, bu barqarorlik, ishonch va oddiylik ramzi edi. Ular pulni qo'liga olib, uni bevosita o'z ehtiyojlariga sarflash imkoniyatiga ega bo'lishardi. Bozordan oziq-ovqat sotib olish, kommunal to'lovlarni to'lash, dori-darmon olish kabi kundalik ehtiyojlar uchun naqd pul juda qulay edi. Qolaversa, ko'plab chekka hududlarda bank filiallari yoki bankomatlar yetarli emas edi. Shuning uchun pochta orqali naqd pul olish yagona va eng maqbul yechim bo'lib qolayotgandi. Ammo bu tizimning kamchiliklari ham yo'q emas edi. Pochta bo'limlaridagi uzun navbatlar, ayniqsa pensiya kunlari, ko'plab noroziliklarga sabab bo'lardi. Keksalar soatlab tik turishga majbur bo'lishardi. Bu ularning sog'ligiga salbiy ta'sir qilardi. Bundan tashqari, pensiya pullarini tashish bilan bog'liq xavfsizlik muammolari, uyga yetkazish jarayonida yuzaga keladigan tushunmovchiliklar ham tez-tez uchrab turardi. Davlat miqyosida esa naqd pul aylanishi iqtisodiyotda nazoratsiz maydonlarni keltirib chiqarar. Bu esa soliq yig'ish va byudjet intizomiga salbiy ta'sir qilardi. Endi esa hozirgi vaziyat va kelgusi o'zgarishlar haqida gaplashamiz. Hukumat iqtisodiyotni raqamlashtirish va naqd pulsiz hisob-kitoblarga o'tish siyosatini faol olib bormoqda. Buning asosiy sababi moliyaviy shaffoflikni oshirish, iqtisodiyotdagi kulrang zonalarni qisqartirish, korrupsiyaga qarshi kurashish va pul mablag'larining harakatini nazorat qilishdir.
Bu maqsadlar albatta ulug'vor va mamlakat taraqqiyoti uchun muhim, ammo har qanday islohotda aholining har bir qatlami manfaatlarini inobatga olish zarur. Yangi tartibga ko'ra, pensiyalar endilikda asosan bank kartalari orqali to'lanishi ko'zda tutilmoqda. Ko'plab viloyatlarda va tumanlarda naqd pensiya to'lovlari bosqichma-bosqich bekor qilinmoqda. Bu degani pensionerlar o'z pullarini bank kartasiga o'tkazishlari va uni bankomatlardan yoki bank kassalaridan yechib olishlari kerak bo'ladi. Ba'zi hollarda esa mobil ilovalar orqali to'lovlar amalga oshirish yoki onlayn xizmatlardan foydalanish imkoniyati ham yaratiladi. Bu tizim nazariy jihatdan bir qator afzalliklarga ega. Xavfsizlik oshadi, chunki katta miqdordagi naqd pulni o'zi bilan olib yurish shart emas. Navbatlar qisqaradi, bankomatlar orqali moliyaviy operatsiyalar shaffoflashadi va pensionerlar o'z pullarini istalgan vaqtda, hatto kecha-yu kunduz ham olishlari mumkin bo'ladi. Biroq amaliyotda bu jarayon ko'plab qiyinchiliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Pensiya tizimidagi bu o'zgarishlar kimlarga ko'proq ta'sir qilishi mumkin? Kimlar xavf ostida qoladi va kimlarga esa bu o'zgarishlar foyda keltiradi? Birinchidan, xavf ostida qolganlar bu bank kartasidan foydalanishga ko'nikmagan, zamonaviy texnologiyalardan bexabar bo'lgan keksa avlod vakillaridir. Ayniqsa qishloq joylarda yashovchi, yoshi 70 dan 80 va hatto 90 va undan yuqori bo'lgan pensionerlar bu guruhga kiradi. Ularning ko'plari hali ham telefon tugmachalarini qiyinchilik bilan bosishadi. Bankomatlardan pul yechishni bilishmaydi. Pin-kod kiritish, kartani teshikka kiritish kabi jarayonlar ularga begona. Shuningdek, jismoniy imkoniyati cheklangan, mustaqil harakatlana olmaydigan, bankka borishga qiynaladigan pensionerlar ham jiddiy muammolarga duch kelishi mumkin. Ularga pulni uyga olib keladigan pochta xodimlarining o'rnini kim bosadi degan savol tug'iladi. Yana bir muammo shundaki, ba'zi chekka hududlarda bankomatlar yetarli emas yoki ular tez-tez ishlamay qolishi mumkin. Bu esa yana navbatlar va sarson-sargardonliklarga olib kelishi tabiiy. Bundan tashqari, ayrim keksa avlod vakillarida banklarga nisbatan ishonchsizlik bor. Ular pulning kartada turganidan ko'ra qo'llarda turganini afzal ko'rishadi. Bu psixologik to'siqni yengish oson emas. Xo'sh, kimlarga bu o'zgarishlar foyda keltiradi? Albatta, plastik karta va bank xizmatlaridan faol foydalanadigan, nisbatan yoshroq pensionerlar yoki yoshi ulg'aygan bo'lsa-da zamonaviy texnologiyalarni o'zlashtirgan kishilar uchun bu qulaylik yaratishi mumkin. Shahar aholisi uchun bankomatlar va bank filiallari ko'p bo'lgan joylarda pensiyani kartaga olish va istalgan vaqtda yechib olish qulayroq bo'ladi. Shuningdek, ba'zi kategoriyadagi pensionerlarga, masalan, Ikkinchi jahon urushi qatnashchilari va nogironlari, mehnat faxriylari va shu kabi imtiyozli guruhlarga doimiy ravishda pensiya oshirish bo'yicha qarorlar qabul qilinib turadi. Lekin, afsuski, pensiya miqdorining oshishi unga yetishish usuli bilan bog'liq qiyinchiliklarni bartaraf etmaydi. Eng muhimi, pulning qo'lga qanday yetib kelishi. Pensiya bu shunchaki pul emas, azizlar. Bu sizning mehnat haqingiz, farovonlikka bo'lgan haqqingiz, keksalikni munosib kutib olish kafolatingiz. Ko'plab keksa avlod vakillari uchun pensiya bu uy-ro'zg'or xarajatlari, dori-darmonlar, nabiralarga sovg'alar, hatto uyga kirib kelayotgan har bir oziq-ovqat mahsuloti. Har bir tiyinini hisob-kitob qilib ishlatishga odatlangan insonlar uchun bu pulni olish jarayonidagi har qanday qiyinchilik og'ir zarba bo'lishi mumkin. Ularning ruhiy holatiga salbiy ta'sir qilishi mumkin. Bu shunchaki iqtisodiy masala emas, balki ijtimoiy va insoniy masaladir. Davlatning vazifasi bu o'zgarishlarni imkon qadar og'riqsiz va adolatli tarzda amalga oshirishdir. Sizlar uchun naqd pulsiz hisob-kitoblarga o'tish qanchalik qiyinchilik tug'diradi? Plastik karta ishlatishga o'rganganmisiz? Bankomatdan pul yechishda qanday muammolarga duch keldingiz? Masalan, bankomatda yozuvlar tushunarsiz bo'lishi, texnik nosozliklar yoki mablag' yetishmasligi kabi holatlar yuz berdimi? Yoki aksincha, bu yangilik sizga qulaylik yaratdimi? Endi navbat kutishdan xalos bo'ldingizmi? Fikringizni kutamiz. Sizning har bir fikringiz, har bir taklifingiz hokimiyat vakillari e'tiboriga yetib borishiga umid qilamiz, chunki sizning kundalik hayotingizdagi muammolar bu butun jamiyat muammosidir. Endi esa ushbu vaziyatdan qanday qilib chiqib ketish, o'z huquqlaringizni qanday himoya qilish va pensiyangizni muammosiz olish bo'yicha aniq tavsiyalar beraman. Birinchi tavsiya, agar sizda hali bank kartasi bo'lmasa, imkon qadar tezroq uni rasmiylashtiring.
Buning uchun sizga qaysi bank qulayroq ekanligini, eng muhimi, uyingizga yaqin bankomatlar qayerda joylashganini o'rganing. Hukumatning so'nggi qarorlariga ko'ra, pensiyalar uchun kartalarni olish bepul bo'lishi kerak. Bank xodimlaridan bu haqda to'liq ma'lumot oling. Ikkinchi tavsiya, bank kartasidan foydalanishni o'rganing. Agar siz texnologiyadan uzoq bo'lsangiz, yaqinlaringizdan, farzandlaringiz, nabiralaringizdan yordam so'rang. Ular sizga bankomatdan pul yechish, pin-kod kiritish, kartani himoyalash qoidalarini o'rgatishlari mumkin. Bank filiallarida ham pensiya yoshidagi fuqarolar uchun maslahatchilar bo'lishi kerak. Ulardan yordam so'rashga uyalmang. Bir marta o'rganib olsangiz, keyinroq juda oson bo'ladi. Uchinchi tavsiya, agar siz jismoniy imkoniyatlaringiz cheklangan bo'lsangiz yoki yoshingiz juda katta bo'lsa va mustaqil harakatlana olmasangiz, ishonchli shaxsni belgilash variantini ko'rib chiqing. Bu sizning farzandingiz, nabirangiz yoki boshqa yaqin qarindoshingiz bo'lishi mumkin. Ular notarial tasdiqlangan ishonchnoma asosida sizning nomingizdan bankdan pul olishlari, zarur to'lovlarni amalga oshirishlari mumkin. Ammo bu jarayonda juda ehtiyot bo'lish kerak. Faqat to'liq ishonadigan shaxsga ishonchnoma berish lozim. To'rtinchi tavsiya, pensiya fondi bo'limlari bilan bevosita aloqa qiling. Agar sizda pensiya olish jarayonida qandaydir tushunmovchiliklar, texnik muammolar yoki boshqa qiyinchiliklar yuzaga kelsa, darhol mahalliy pensiya jamg'armasining tuman, shahar bo'limiga murojaat qiling. Ularning vazifasi sizning savollaringizga javob berish va muammolaringizni hal qilishda yordam berishdir. O'z huquqlaringizni talab qilishdan cho'chimang. O'z murojaatingizni yozma shaklda qoldirishga harakat qiling. Bu sizning muammoingizga jiddiyroq yondashishga majbur qiladi. Beshinchi tavsiya, mahalla faollari va faxriylar tashkilotlari bilan hamkorlik qiling. Ko'pincha mahalliy kengashlar, nuroniylar jamg'armalari pensiya masalalari bo'yicha yordam berishga tayyor bo'lishadi. Ular umumiy muammolar bo'yicha kollektiv murojaatlar qilishda yoki sizga individual yordam berishda ko'maklashishlari mumkin. Jamoaviy murojaat har doim alohida shaxsning murojaatidan ko'ra ko'proq e'tiborga olinadi. 6-tavsiya, mobil bankchilik imkoniyatlarini o'rganishga harakat qiling. Agar sizning farzandlaringiz yoki nabiralaringiz bor bo'lsa, ular sizga smartfon orqali bank xizmatlaridan foydalanishni, masalan, kommunal to'lovlarni to'lash, mobil aloqa hisobini to'ldirish kabi operatsiyalarni o'rgatishlari mumkin. Bu sizning hayotingizni sezilarli darajada osonlashtiradi va bankomatlarga borish ehtiyojini kamaytiradi. Xo'sh, aziz do'stlar, biz bugun naqd pensiya tizimidagi o'zgarishlar, uning afzalliklari va kamchiliklari haqida batafsil gaplashdik. Sizlarga qanday harakat qilish kerakligi bo'yicha amaliy tavsiyalar berdim. Lekin eng muhim savol yana ochiq qolmoqda. Hukumatning bu qarori aslida kimga ko'proq foyda keltiradi? Siz, aziz pensionerlarga, ularning tinch va farovon keksaligiga yoki moliyaviy barqarorlikni targ'ib qilayotgan bank tizimiga? Va eng asosiysi, endilikda sizning pensiya olish jarayoningiz yanada osonlashadimi yoki yana bir necha kunga cho'ziladigan uzoq navbatlar, tushunmovchiliklar, noaniqliklar va sarson-sargardonliklar paydo bo'ladimi? Sizning kundalik hayotingizga yana bir tashvish yuklanadimi? Siz nima deb o'ylaysiz? Bu savollarga javoblaringizni izohlarda kutamiz. Sizning har bir so'zingiz biz uchun juda muhim.